narsa. Xizmat qilib berasizmi? Hozir to'xtang, mana shu gaplaringiz, suhbatlaringiz shirinchilik bilan bo'lsa, Mana do'stlar, to'ydamiz. Mana ustozlar. Aslimizni o'shatdi mana. Abjal aka, nima bo'ladi? Hayyoq bo'lyapti deydi. Bilmayman, o'shanga yaqin. O'shanga yaqin bo'ldi. Oxirgi oshnamiz. Har galgidek. Boshqa to'ylar qutlug' bo'lsin. Baxtli, taxtlik, juvalik bo'lib chiroyli o'ylab. Umr bo'lsin. Mana O'zbekistonimiz faxrli sportchilaridan Doston Bozorov, MMA jangchisi. Ikki og'iz tilaylar Beyjonga. Deylar ustozimiz o'zi gapirib bo'ldi hammasi. Yana baxtli bo'lsin. Shunga xursandmiz. Bizni bu yerda tumanga o'xshab kelibsiz. Sportchi bo'lardi. Eshitganmiz. Sog' bo'linglar. Kuzatishda davom etinglar. Hammaga yaxshi kayfiyat tilayman. Kunlaringiz chiroyli o'tsin. juda ham qiziqdi. Bunaqasi bo'lmagan. Ana noxorgosh. Yoshlar baxtli bo'lsin. Mashatda, baxtli saodatli bo'lsin. To'y davomida yosh narsa. xizmat qilib berasizmi? Hozir to'xtang, mana shu gaplaringiz, suhbatlaringiz shirinchilik bilan bo'lsa, akalar mana yarmarkaga qaranglar mana. Voy, voy, voy. Shohjahon Sodiqov mana bugun xizmatida tekinga xizmat qilib beradi. Harflashga til ojiz, kelganlar o'zlari biladi, kelganlar qanchamiz, nechtamiz, deyarli hamma kelgan bo'lsa kerak. Mana yosh narziyo. Assalomu alaykum hammaga. Kayfiyatingiz zo'rmi? Juda ham a'lo. Bugun Keling, oshdan keyin bitta bir shirinlik xo'rlik qilaylik shota. qaysi biridan tavsiya qilasiz Shohjon? Qaysi biridan? Bitta hammasini ham olaverasiz. Ko'zimizga chiroyli ko'rinyapti. Hadislar do'stlarimga. Mazza qiladi-da. Kelganlar o'zlari bilishadi, ha? Kelmaganlar armonda. Kelganlar mana darmonda. Mana shirinlik xo'rlik endi mana oshdan keyin. Jo'rlaringiz sog' bo'lsin. Zohirshoh Jo'rayev. Va nihoyat akam bilan ko'rishadigan kun ham bor ekan. Aka ikki og'iz tabriklar qo'yasiz. Yahyo akam xonadonlarida bugun ajoyib baxtli kun. Ukamiz Bekjon baxtli bo'lsin. Kelinimiz bilan qo'sha qarib, ser farzand, ser davlat bo'lishsin. Ularni bolalarini ham to'ylarda xizmat qilishi hammamizga nasib qilsin. Bu xonadonda doim otam kelib xizmat qilardilar. Mana otamning ishlarini, yo'llarini davom ettirib, shu xonadonda yana biz ham xizmatdamiz. Davomiy bo'lsin iloyim. Sog' bo'linglar. Aka meni videomga nima fikr bildirasiz? Men chiqarayotgan videolarga. Inshaalloh kelamiz. Inshaalloh. Joningiz sog' bo'lsin. Yahyojon o'g'illarining to'yida ilohim yoshlarimiz baxtli bo'lsin. Qo'shnilarimiz qo'shaqarsin. Yurtimizda shunaqa yaxshilik kunlar bo'lsin. Sizga o'xshagan yigitlarimiz ham ko'p bo'lsin. O'sha san'atkorlarni tanishtirishda, ularga nima deydi, xalqimizni xizmatlarga olib borishda sizga ham kuch-quvvat beradi. Xudo xolasa ustoz, tez kunlarda siz xonadoningizga ham boraman. Xudo xolasa. Rahmat.